Miladi 1959-yili 9-ayning 26-kuni Yoshino yerim orolda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan bo'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Yoshino Shimazakining ro'yini qutuldirish maqsadida o'zi chin ko'ngildan suydigan taftish amaldorlik vazifasidan istiqbo berdi. Yomikoning shirkatini qarzdan qutuldirib qilish uchun o'zining qadimiy makonini setavatdi. Naoko Yizimikoni ko'z tutgan holda o'zining tunji muhabbatidan voz kechdi. Shimazakini yana bir qitim sud qilib, hamma kishining taqdiri ustida hukm chiqaradigan paytmi kelib qoldi. Sizni saqiltib qo'yibdiman. Kechiring, sizni avar qildim. Natikini, yana bir qancha kundan keyin Shimazakining delosi qayta sud qilindi. Shizuokawa daryosi bo'yidagi qotillik delosida doktorxonadan g'oyib bo'lib ketgan hiliqi yosh. Nima? Keyingi tekshirish ahvoli qanday bo'ldi? Anglashimcha, taftish amaldori Yamaguchi bilan saqchilar Shimazakining surtini o kishi ko'rsatibdi. U nima debdi? İnkar qilibdi. Bu Shimazaki urgan kishining dal o'lib ketgan yilqi yosh ekanligini isbotlab berdi. Taftish apandi. Yo'q, Yoshino apandi. Sizning hukmingiz tamamen to'g'ri bo'lib chiqdi. Siz g'alaba qildingiz. G'alaba qildingiz? Afsuski, u sizning ko'nglingizni tushunmadi. Ayni vaqtda Shimazakini jinoyatini o'zligidan topshirishga da'vat qilgaydingiz. Biroq u qilchi pisand qilmay, tuturuqsizlik qilib turib oldi. Bu qitim guvochim bor bo'ldi. Buni bir nima demak tas. Hozir 2 sud ichirishga 2 kun bor. Shimazaki oxirgacha joyli qilib turib olamı qandoq? Men bir amal qilib, mush 2 kun ichida uni burunqi joyligidan qaytib, jinoyatini tashabbuskorlik bilan iqro qilishga da'vat qilay. Tamami. Tog'a yaxshimsiz? Kim bilan keldinglar? Yoshino apandi. Sizning mardlar qilgan yardamingiz bilan vayron bo'lishdan qutulib qoldik. Nadikini siz alaydan. Men yengam bilan birga keldim. O sizga 100 tirani rahmat etmoqchi. Birdam saqlab turing, yengam chaqiray. Chaqirmang. Bo'ldi. Nemishqa? Ko'rishsakmi? Deydigan gapimiz yo'q. Undaq bo'lmaydi. Yengam cho'qim. Yo'q. Meni tushuning. Yomiko bilan deyishalaydiganimiz faqat o'tib ketgan ishlar. Va ayni vaqtdagi aslimalar xolos. Hozirgi ishlar to'g'risida so'zlashib kelsak, yanala ko'rishmaganimiz tuzuk. Mening qalbimda uning bilan bo'lgan ishlar yiroq o'tmish bo'lib qoldi. Uningga mushunaq yetkazib qo'ying. Yoshino apandi. Bunda qisqandoq bo'ladi. Sizlar menga ko'rishmaslarmi? Yenge.
Shundaq, uning qalbida bir mahal muhabbat yelkanlari parvoz qilgan. Biroq yillarning o'tishi bilan muhabbat chechaklari to'sib ketgan edi. Hijron qayg'usi va visol shodligining hammasi mana mushu yerdan boshlangan edi. Shu kuni ikki dada birdan qizini yetilab o'z yo'liga ravon bo'lgan. Bu kichikgina tasodifilik qanchilgan odamning taqdir kemisini shiddatli dengiz to'lqinlariga so'rab kirib, xatarlik yoshirin xoda tashlarga so'qvatmadi. Vaqt to'shaydab qoldi. Naoko, sal turib Toshisoki ishdan tushidi. Sen uni yeng ko'shgan uyga berib, narsa keraklarini yig'ishtirib bay. Unda qilsam bo'ladimi? Yelim shundoq damsan. Rahmat sana. Hargiz maysanmayim. Naoko. Emzime kettim. Yizimiko. Hiç nima. Berivagin. Toshisokiga salom aytib qo'ygan. Shimazaki dadamni sud qiladigan kun. O'g'illikka. Bu gapga O'g'illikka hayot mamatlik jangning natijasi chiqadigan kun. Natijasining qandoq bo'lganligi qizga ayon bo'lmasimi, dadasiga besh qo'ldek ayon edi. Buni mi ko'ydirib o'tayli? Buni ko'ydirib esa qandoq bo'ladi? Ko'ydirib o'tayli. Ko'ni narsalarning hammasini bir taraf qilib o'tayli. Bir botulka kuvas akalaymi? Okey.
Men Yizimiko'ning muhabbatini qabul qilish orqali Shimazakining taqdirini o'zimning hayotlik safarimga singdirmoqchiman. Agar undaq qilmasam, urushdan keyin tug'ilgan bizdek yoshlar butkul yaponiyaliklar bilan taqdirdosh bo'lib qolamiz. Ishonamanki, mushundaq qilsamlar, sizning Shimazakiga qilgan mehribonligingizni o'z amaliyatimda ko'rsatgan va uni davomlashtirgan bo'laman. Rahmat, Toshisoki. Endi sizga yana tarbiya berishimning hojati qolmabdi. Dada, ata Shimazakining delosi qayta sud qilinadi. Farzimcha sud mahkamasi uni jinoyat bor deb hukm qilishi mumkin. Yizimikoning holidan siz xabar olasiz. Ha. Meningcha Yizimiko siz yordam bersangiz hech qanday chatoq chiqmaydi. Uni sizga topshirdim. Shimazakini sud qilishdan burun uni jinoyatini o'zligidan topshirishga da'vat qilay. Yana 2 kunlik qopdi. Uning bilan yana bir qatim elishib boqmoqchiman. Agar u jinoyatini iqror qilsa, Yizimiko uchun mo nihoyat zo'r ro'y tasalli bo'ladi. Kawano efendi, meni Shimazaki bilan darhol ko'rishtirib qo'ysangiz. Onunğa sot mahkamasi hukm chiqarishdan burun jinoyatini o'zligidan topshirish to'g'riliq nasihat qilib qo'yay dedim. Ajabni chiroyli gap qildi ekansiz. Agar Shimazakini qochirib olsangiz qanday qilamiz? Ikkinchi sot at echiladi. Men har qancha bo'lsa-mu, undaq ahmoqona ish qilmasman. Bo'ptamsa, uni ko'rishtirib qo'yinglar. Naoko. Qandoq turibdi? Xotirjam bo'ling. Naoko uyingizda. Sizni kutmoqda. Yizimiko Kashiro bilan birga turibdi. Kashiro? Yizimiko Kashiro degan xotin bilan birga turibdi. Kashirodan boshqa Toshisokimu uning hamroh bo'lyapti. Ondaqda Naoko qanday qiladi? U sizning yomon niyatingizni yenib, uyga omon eson qaytib kelishingizni to'rt ko'z bilan kutmoqda. Nima ish qilib bunday bo'lib qoladi? Toshisoki Naokoni yaxshi ko'rgan tursa. Shimazaki. Yoshlarning ishiga bir nima demagan tuzuk. Mayli siz yoki men bo'lay. Bolalarning ishiga aralashish huquqimiz yo'q. Shimazaki. Ata sud echiladi. Guvachi sotni guvohlikdan o'tishdan ilgari haqiqiy ahvolni tashabbuskorlik bilan aynan aytishingizni umid qilaman. Pakt oldida hargizmi naq hukm chiqarilmaydi. Moshunda qilsangizlar, Naoko bilan Yizimikoning baxti uchun puxta asos seppagan bo'lasiz. Sizni yo'qlab kelibdi. Naoko. Naoko, bu yerga nima deb kelding? Men. Sud echiladi. Sudga
8 içkiyimi almıştırıp bağımsınız bulmaydı. Dadam, rastını koyup veremsizler. Dadam ətdi. Bu yerdən çıxıb ketəlimdi. Elbette. Shimazaki. Muş kızın dep olsun cinayetiniz yavaşlıkla ahra kılışımız gerek. Bunun bilen ne bikarım? Shimazaki, bay degan gaplarimni siz obdaroq. Oldu. Vaqtni bir yerga berib qoldi. İşkanlar çıkıp ketinglar. Sen turib turinglar. Naoko Toshisokini. Rastlı hizmiko berib etdingmi? Hizmiko Toshisokini mendimi bakrak yaxshi ko'radi. Sen bir gunoh qilibsan. Naoko. Kerak yo'q. Atda uyni tozalab tayyor qilib qo'yaman. Bo'ldi, avvar bo'lma. Nobuto efendim. Naoko'ni uyingizga darhol olib keting. Shimazaki, Bundan keyin meni unutib ketdi. Dada, Bo'ldi. Hey, xo'sh. Shimazaki, bay deganlarimni esingizda chin tuting. Xayr, xo'sh. Endi hech qanday xemim qolmadi. Naoko. Bundan keyin ham endi siz hayot kechirgin. dada. Boya, nemishqi meni. Yoshino dadamning tashiq ketgindaydi. Shimazakining pozitsiyasi Nobutoni sarasimga sep qo'ydi. Uning jonni olganga ap qo'yib xatarga tavakkul qilmoqchi bo'lganligi nihoyatda ayon edi. Ajiba endi uni qutuldirg'idek hech qanday amal qolmadi. Sizni avar qildim. Mening ismim Sakagami. 31 yilning oldida Manjuriya yashda avangard atletida Shimazaki bilan birga turgan. Shimazaki bilan birga turganmi? Yoshino efendi. Shimazakining hozir nadiligini balkim biladigansiz. O'tganda o'z vaqtidagi bir saptishimdan anglashimcha, Shimazaki Kawamuraning jinni og'ili tasqab demish. Shundan keyin uning bunday ahmoqona ishni qilmaslik to'g'risida nasihat qilay deb, uni ko'p izlab ketdim. Aslida mushuning uchun ketdikan sizda. O'tmishda u ablahlar bizni haqiqatan bahorlagan edi. Ba'zida o'ylasam, ochig'imni darhol berib, o'chimni elvog'im kep ketdi. Biroq o'ylab baxsam, ularni o'ltaganning nimaga foydasi? Mening go'r og'zini qaytib kelgan sapdoshlarim ko'ngli ko'ksini keng tutib, qaysarlik bilan yashab kelmoqda. Men Shimazakiga o'z puti o'z palti chopilgan ahmoqona ish qilmaslik to'g'risida nasihat qilib qo'yay deb kelib edim. Tushundim. Amsa ata men bilan birga bering. Ata Shimazakini sud qilmoqchi. Ata Shimazakini qayta sud qiladigan. Hamma odamning taqdiri yangi sinoqqa duch keladigan xosiyatlik bir kun edi.
Yoshino efendi. Sırtqı çıkırgan okşumamsiz. Ma, Acep vaqtida kepti be. nemişti? Yengem bunu sizga qaytirib berishimni aytgan edi. Buni onunga ikkinglar to'y qilganda hadiya qilib ekansiz. 17 yilning oldida tayfun burniga uchraganda yengam uydan mushun taqab chiqib ketibdi ekan. O akam bilan to'y qilgandan buyon bu uzukni sanduq selib saqlab ketdi. Sizni avara qilibdiman. Amisa uni ap qalay. Yoshino efendi. Akam hayat vaqtida Darlitamni qaytadan qurib chiqarganligini aytgan edi. Yengam bilan ikkimiz Otaki shirkatini tartibga solib qo'ygandan keyin ismi-jismiga loyiq Darlitamdan birini qurib chiqamiz. Obdan g'ayrat qilinglar. Bo'ladi. Amisa men qaytdim. Shimazaki chiqib ketdimi? Ha. Bugun sot qilindigan bo'g'achqa uni 1 soatning oldida qo'yib berdik. Bu gapingiz rostmi? Rost bo'lmaydi-ku. Amisa nima qilib yurib tursiz? Kavanoning bexatarligini qo'g'dash uchun Shimazakini har vaqt nazorat qilib turishingiz kerak-ku. Bugun uning sirtida, chunki bugun apandimga hech qanday ziyon zahmat yetmaydi. Bu nima deganingiz? Apandim bugun Aoshitaka klubida nutq so'zlamoqchi. O hozir yig'in maydoniga kirib bo'ldi. Onun atrofida bir qancha yuz nafar cho'qinuvchilari parvondek oynib yuriydi. Shimazakining har qancha karamti bo'lsa-mu, uning yaqin kelmaydi. Men sal turib, shu yerga bormoqchi. Shimazaki o'zi yolg'iz chiqib ketdimi? Hozir sot maydonida o'zini aqlayotganda axchan. Yoshino efendi. Biz mangayli. Dada, Shimazaki tek kelmedi. Tek kelmedi? Naoko bilan Yizmiko ensirib izlimiga yeri qolmadi. G'alit ish bu. U Kawanoning qishidan chiqib ketgil 1 soatda ishibdi. Yoshino efendi, Shimazaki udul Aoshitaka klubi ketgan bo'lishi mumkin. Aoshitaka klubi? U yer nima bo'pti-ki? Sakagami efendi, darhol shu yerga boraylik. Dada! Hürmetli efendiler, devlet müdafaa işleri dervaqe kam bo'z bo'lmaydi. Biroq hozirgi Yaponiyada devlet müdafaasi tilga elinsila, ko'zimizda nemishqi shimoliy tarafga tikib olamiz.
Shimazaki! Birden bardaşlıq verin. Qutquzuş avtomobili hazırlı keldi. Rahmat. Yezimiko. Qani. O qaqishtekir. Els yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Yezimiko. Biroq dada, Amdi. Shimazaki u. Qutquzish avtomobili hozirlik keldi. Qandaroq tursiz? Rahmat Toshisoki. Yezimikoning holidan obda xabar eling. Yezimiko. Nere turunla. Yolunu boşlayınla. Yezimiko. bu neymişçi? Yezimiko. Neymiş qa? Endi hayat qalay yoki o'lib ketay. Men uchun baribir. Biroq oldingizda bir hijibman. Bondikin qandoq yashayotganligingizni o'ylasam pek beharam bo'laman. Men bor. Uningga men hamroh bo'laman. Bardaşlık berərsizmi? Dada.
Shirokawa daryosi bo'yidagi qotillik delosi ustida elib berilgan ikkinchi sud rasmiy ochildi. Oldi bilan Yoshino apandi aqlovchining guvochi sifatida sudga taklif qilinsa. Guvochi salg'i kirsin. Guvochi, ism familiyangizni, yaşingizni va turar joyingizni ma'lum qiling. Yoshino Nobuto, 42 yosh, Kyoto Sancho rayoni, Yokosuka ko'chasi, 305 nomerli qo'roda turman. Guvochi, qasam qiling. U bir mahal taftish amaldorlik salohiyati bilan mardonalachi so'zga chiqib, Shimazakining jinoyati ustidan shikoyat qilgan edi. Amdilikda bo'lsa, oqlug'ish tarafning guvochi sifatida o'xshash bir so'rinda o'tirib chiqyotdi. Taqdir nima degan kulkilik? Uni tushunmak nima degan ta'sa? Qani sizdan so'rab baqay. Badaningizdagi yara javobgarning pichoq tiqishidan paydo bo'lgan-ku deyman. Shunaq. Guvochi, siz javobgar tarafidan zaxmlantirilgan turg'liq, ya'ni nima ish qilmoqchi bo'lasiz? Sababini tushuntirib beqing. O chaqda men qotillik qurolidan o'zimni qochirish niyatida bo'lmagan edim. Shunga onundan o'zimni chetga olmadim. Basotchi, men shu chaqdagi o'ylaganlarimni va hissiyotimni tushuntirib baqsam bo'pti ekan. Qani so'zlang. Bardoshlik beramisingiz desingiz bo'ladi. Javobgar, ya'ni Shimazakining qilmishi meningcha 30 yilning oldidagi urush paydo qilgan sonsizligan tragediyalar ichidagi vakillik xarakteriga ega bir simvol. Bir real inkas. Urushdan keyingi 30 yildan buyon javobgar boshdan oxir hech qanday kishiga ishonmaslikda kayfiyat ichida yashagan. Onundaki to'limi normal bo'lmagan bundaq kayfiyat davlat shaxslar oldida o'tkazgan ig'ir jinoyat keltirib chiqargan ofat xarakterlik oqibat. Kutilmagan kelishmaslikdan bo'lgan tasodifiy uchrashib qolish Shimazaki bilan ikkimizni bir-birimizga chambarchas bog'ladi. Bu jarayonda men uning jarohatlangan qalbi bilan uchrashdim. 30 necha yilning oldida uning sonsizlagan qarindoshlari katavashlarining quturtishi bilan chet elda jinidan ayrilgan. Shimazaki qarindoshlari uchun intiqom olish qasam qilgan. Uning birdan-bir hayotlik nishonasi ana shuningdan iborat bo'lgan. Basotchi, uning normal tabiatini dal davlat mashinasidan iborat bu ajoyib cho'ng maxluq nobud qilib atgan tursa, buni Shimazakining jinoyati desak, qandoq bo'ladi? Uning odamga ishonmas kayfiyati, qonunni ko'zga ilmaslik qilmishi, qatma-qat ziddiyatlar bilan to'lgan davlat mashinasiga va bekuratlikqa bildirilgan bir xil qarshilik xolos. Men Shimazakining razillik va bechorlik bilan to'lgan bundaq turmush usuliga diqqat qilgan vaqtimda mening taqdirim ongliq yoki onsiz holda uning bilan bog'lanib qolgan edi. O'sha mezgilda men uningda boshqalarning yaxshi ko'ngliga va samimiyatiga ishonadigan bir xil tuyg'uning barbara yetilayotganligini sezdim. Bu xil o'zgarish go'yo mustaqning eriginiga o'xshash osti bo'lsa-mu, lekin uning izchil qatmal holati turayotgan qalb darvozasi ochilishga boshlagan edi. Shimazaki osonla hayajonlanadigan odam. Biroq uning qalbi bolalarnikidek pok va sabiy. Shunga Shimazaki yana bir qitim hayajonni bosolmay pichoq ko'tarib kelgan chaqda uni qayta jinoyat o'tkazib qilishdan to'sish uchun pichoqni o'zining badani bilan to'sib qilishga majbur bo'ldim. Davlatni o'zimning g'ururi, taftish amaldori bo'lishni o'zimning burchi deb qaraydigan mendek odam Shimazakidan kechirim so'rashni mushunda qilish orqali ifodalay oldim. U abdah o'ldirganmi? Nima?
Sen beni tılavatansa. Qarab qalsam bo'lmadi. Tılığını bir körsüp koymuşsan. Nima deb odam ursa? O senin öldüğü yerin görmeydiğin bolsam. Ağzını deyilgan bir kız gipim var idi. Javobgar, tinchlining. Deydigan gapingiz bormidi? Ha. Qani so'zlang. Rahmet Baysotchi. Oldin qatimliq. Shizukawa daryosi bo'yidagi qotillik dilosi o'lib ketgan. Eliqi odam to'g'risida birinchi sotki shikoyatnomada yezilgan ahvol. Amaliyotga tamamen uygun. Kechirim. Siz men uchun nurg'un jafo chekdingiz. O'g'lingizni xijilman. Hechqisi yo'q. Tatlımıkke? Bek tatlı ekan. Ömrümde olmaning shuncha tatlı bo'lishini tunji qitim es qilishim. Men sizdek qizimning bo'g'aligi uchun yurgimning cho'nqur qetidan faxrlanaman, Naoko. Yo'q, Yezimiko. Siz endi Yezimiko, men uchun eng qimmatli bo'lgan Yoshino Yezimiko bo'ldingiz.